Bugungi kunda mamlakatimizda hududlarning sanoat salohiyatini oshirish, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish hamda xalqaro iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu boradagi sa'y-harakatlar hududlar o'rtasidagi o'zaro manfaatli aloqalarni mustahkamlash va yangi investitsion loyihalarni hayotga tatbiq etishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Ana shunday hamkorlik aloqalarini rivojlantirish maqsadida Chegarasiz hamkorlik xalqaro biznes forumi doirasida Qozog'iston Respublikasining Turkiston viloyati Sauran tumani hokimi boshchiligidagi delegatsiya O'rta Chirchiq tumaniga tashrif buyurdi. Hozir shu haqda. Tashrif davomida mehmonlar tumandagi mikromarkaz hududida faoliyat yuritayotgan qator zamonaviy sanoat korxonalari faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Jumladan mehmonlar mebelchilik hamda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxonalarda bo'lishdi. Delegatsiya a'zolariga korxonalarda joriy etilgan ilg'or texnologiyalar, ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlar, mahsulotlarni mahalliylashtirish darajasi hamda eksport salohiyati haqida batafsil ma'lumot berildi. Shuningdek, ishlab chiqarish quvvatlari, mahsulot sifati va xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlari mehmonlarda katta qiziqish uyg'otdi. Ta'kidlanganidek, bugungi kunda O'rta Chirchiq tumanida sanoat tarmoqlarini rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Natijada hududning iqtisodiy salohiyati yildan-yilga ortib, zamonaviy va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish hajmi kengayib bormoqda. Uchrashuv davomida tomonlar sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish, texnologiyalar almashinuvi va investitsion hamkorlikni kengaytirish hamda ikki hudud tadbirkorlari o'rtasidagi biznes aloqalarini mustahkamlash masalalarini muhokama qildilar. Shuningdek, o'zaro manfaatli loyihalarni amalga oshirish va kelgusidagi hamkorlik istiqbollari yuzasidan fikr almashildi. Bunday uchrashuvlar hududlar o'rtasidagi iqtisodiy integratsiyani kuchaytirish, yangi investitsiyalarni jalb etish hamda ishlab chiqarish sohasida ilg'or tajribalarni ommalashtirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.